Assalamu alaykum hörmətli televizor görgüçülər. Bugün programımızga qadam təşrif qılğanlarını qızğın qarşı alımız. Bugünkü həftəlik İstiqlal televiziya programımız hazır başlandı. Bugün programның riyasətçisi mən Musacan sizlər bilan birlikdə sizlər üçün xidmət qılman. Bugün programımızın əsas məzmunları tövəndikcə. Türkiye Dini İşler Başkarma Reisi Mehmet Görmez, Xitayning Anqara turishliq baş elchisi bilan uchrashib, Uyg'urlarning diniy erkinligi to'g'risida suhbatlashdi. Türk dunyosi jurnalistlar uchrashuvida Uyg'ur axborotchilariga erkinlik talab qilindi. Örkeş Devlet Tayvan parlament sayılımıga mustaqil namzat bulup qatnashdiganligini bildirdi. Erdoğan'ın Xitay ziyareti üçün muhim teklifler o'tirib qo'yildi. Erdoğan Xitay ve Endoneziyada ziyaretde bo'ldi. Erdoğan Xitayning xalq qahramonlari xotir munorini ziyorat qildi. Türkiye Cumhuriyeti Prezidenti Erdoğan'ning Xitay ziyaratining tafsilotlari oshkorlandi. Türkiye Cumhuriyeti Prezidenti Erdoğan atalmış Xitay İslam Dini Cemiyetining vakillari bilan ko'rishdi. Erdoğan Xitay Türkiye'nin 3. çoğun savdo şirketi dedi. Dini alim Kerem Qarining 11 nafar tuqqani tutqun qilingan. Endoneziyada yana bir Uyg'urni 6 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Yakan qirg'inchilikning 1 yillik munosabati bilan namoyish olib berildi. Xitoyning Somaliyadagi elchixonasi portlatish xarakterli hujumga uchradi. Filippin armiyasi Xitoyga norozilik bildirdi. Xitoy bilan Yaponiya charlash paraxotlari tirkishib qoldi. Mehmet Görmez, Xitayning Anqara turishliq baş elchisi bilan Uyg'urlarning diniy erkinligi to'g'risida suhbatlashdi. Türkiye Dini İşler Başkarması Reisi Mehmet Görmez, Xitayning Anqarada turishliq baş elchisi Xongyangni qabul qildi ve Uyg'ur musulmonlarning diniy erkinligi to'g'risida so'zlashdi. Shundaqla musulmonlarning ro'za tutishni cheklashning bir izohati yo'qligini bildirdi. Dini İşler İdarəsinin rəsmi toru səhifəsində bildirilishicha, Xitoy baş elchisi Xongyangdan Uyg'ur musulmonlarining ahvoli va Xitoydagi islomiy hayot to'g'risida ma'lumot olgan Türkiye Dini İşler İdarəsi boshlig'i professor Mehmet Görmez, dunyoda dinlarga aloqador cho'ng taraqqiyotlarning o'tirg'i chiqqanligini til qilib, Allohning dinlarini tinchlik, rahmat, adolat va rahim shafqat uchun avatganligini ifodaladi. Diniy erkinlik bo'lmasin bir arada yashash mumkin bo'lmaydi. O'xshamagan diniy e'tiqod va o'xshamagan madaniyatlardan tarkib topgan davlatlarda layoqatlik birlik deydigan bir uqum bor. Layoqatlik birlik 3 shartga bog'liq bo'ladi. Bularning birinchisi e'tiqod erkinligidir. E'tiqod erkinligi bo'lmay turib birlikda yashashli bo'lmaydi. Ikkinchisi suhbatlik diniy ta'lim-tarbiyadir. Agar to'g'ri diniy ta'lim-tarbiya berilmasa, e'tiqod qiluvchi ammo panoqliq yo'llardan xato usullarga ega bo'lib qolish mumkin. Uchinchisi bo'lsa, diniy xizmatlarning sog'lom metod bilan qilinishidir. Uchrashuvda Mehmet Görmez ro'za tutishni cheklashdan hozirgi davrda bir izohati yo'qligini o'tirib qo'yib, Xitoy elchisiga mundaq dedi. Ro'za tutish ibodatining o'qituvchilar va ma'murlar uchun cheklanishi yoki tavsiya qilinmasligining hozirgi davrda bir izohati yo'q. Bu jihatda mayli davlatimizning, mayli islom dunyosining bo'lsin, sezgulikini Ramazon oyi ichidagi uchrashuvimizda tilga olgan edim. Ko'pligan islom davlatidagi xutba va vaz-nasihatlar asnosida bu masala kun tartibga keldi dedi. Uyg'ur musulmonlarining tarix bo'yicha hech qanday oshqun yo'lni tutib maqmaganligini eskartgan Görmez, birlikda yashash madaniyati tufayli Xitoydagi musulmonlar har doim dunyoga o'tirgan yo'lni o'tdi. Qashqarda yetishgan islom ulamolari yozgan asarlarga qarab buni nihoyat erkin ozoda tilga olamiz.
Tarixda Buxoro, Toshkent, Samarqand va Qashqar orasida izchil ilm almashtirish bo'lib turdi dedi. Xitoyda xalqlarning diniy erkinliklarining qo'g'dilayotganligini bildirgan Yu Hongyang, Xitoyda kishilar ibodatlarini ado qila oladi va ularning ibodatlari muhofazat qilinadi. Xalqning din erkinligini qo'g'daymiz. Xalqqa diniy jihatda osonchilik tug'dirib berishga tirishyapmiz. Musulmon xalqlarning diniy erkinligi va diniy huquqlariga hurmat qilamiz dedi. Mehmet Gürmezga Uyg'ur elida Ramazon oyining qanday o'tganligi haqida ma'lumot bergan Yu Hongyang, Uyg'urlarning ibodatlarini erkin ozoda qilganligini tilga oldi. Diniy ishlar boshqarmasi boshlig'i Mehmet Gürmez Ramazon oyi ichida Xitoyning Anqarada turishliq bosh elchixonasini ziyorat qilib, bosh elchi Yu Hongyangga Uyg'ur avtonom rayonida yurgizilgan ro'za tutish cheklamasiga Turkiya va islom dunyosining sezgur qaraydiganligini yetkazgan edi. Xitoyning Anqarada turishliq bosh elchi Yu Hongyang bo'lsa, Mehmet Gürmezning Ramazon oyidagi ziyoratidan Xitoy doiralarini vaqflantirganligini bildirdi. Xitoy elchisi ifodalagandek, Uyg'urlar raslo diniy erkinlik bilan yashayotdi. Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan atalmish diniy asabiylikni tugutish faoliyatlari bilan Xitoy elchi da'vo qilgan musulmon xalqlarning diniy erkinligi va diniy huquqlariga hurmat qilamiz degan ifodalarda qanday zid farqlar mavjud? Bu to'g'rida fikr qarashlarini olish uchun Istanbulda yashayotgan diniy olimlardan Abdulla Akimxon, Mahsum Hojim va Ibrohim Damullamlar bilan suhbat olib bordik. Diniy erkinlikni tamoman cheklaganning ustiga musulmonlarning o'zining insoniy huquqdan bahramand bo'lishini cheklab keraklik. Masalan, musulmonlarning diniy huquqini islomdan o'rganish. Dinni o'rganish bir har bir musulmonning eng oddiy bir insoniy huquqi. Bunu 90'lı yıllardan başlayıp Xitoy 25 yılın mabeyinde İslam dinini öğütüşten tamamen çeklep geldi. O aşikare İslam dinini öğütülük medrese yok, mehbi. Öğütülüp gelgen bazı rayında, hususunda bizden ötenin Cenub rayında da şu mehbi İslam dinini öğütüşten tamamen çeklep İslam dinini öğrengenlerini öldürüş, muddessiz kamaş, mal mülkini musadir kılış arkalık fevkullah rahimsiz bastırıp geldi. Zakat verdin diyen sebeple tamamen mal-mülkini turmağa kamap kurtulduğluk. Vay bu zakat verivatkan adamın mal-mülkini musadir kılıp turmağa kamağa bassan, namaz okuvatkan adamın muaşını mescidine al devassan, bu Ramazan tutkan adamın buzuşku mecburluğa bassan, dinini öğütüş hakkında hizmet vakını kamap öldürvassan, yani bunu kıptırıp biz İslam dinini çeklemeyimiz, İslam dinini erkinliğe vaat ettik. Bu tamamen aldamçılık, vicdansızlık. Ramazan kelgan vaqtimizda ular bir siyosiy ikkiyuzlimchilik, ya'ni diniy atalg'i bilan elib aytganda munofiqlik siyosatini amalga oshirish uchun Ramazonda masjidlarda ya bo'lmasa musulmonlarga assalomu alaykum deydigan, yoki bo'lmasa shibtalarda şıpta bir dua kıldırdıgan, muşunda işlerini bütün izlik Müslümanlarını besavagan basma çıkışla kılıp gelmekte. Bu yüzden, bu cümleden Xitay hakimiyetimi ve yukarı diyen Komünist Partiyasının başlığımı köz bir yaş için bu işlerini kılatıdı. Mesela dini erkinlik diyen mesele gelsek dini erkinlik yok. Dini erkinlik ulanın yancığıdaki. Ulanın sosyalizmine maslaşkan, komünizmine maslaşkan bir dini düşüncedeki dini zatlara erkinlik var, şiptar var, aylık var, her nesi var. Ama ve din eddi eşşer al-munezzel, eşşer al-mubeddel. Şunda bir din var, kısım dini var dünyanın hem yerde hazır. Biri özgertilgen din, yani biri Allah Teala tarafından nazil olan din. Türk dünyası jurnalistlar uçuruşda Uyghur axbaratçılarına erkinlik talep kılındı. Türkiye'nin Yalova şehirde ötküzülgen Türk dünyası jurnalistlar uçuruşida Xitayning Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarga axborot erkinligi berishi talab qilindi. Türk dünyası medeniyet bayramı asasida har yili o'tkazilib kelayotgan bu uçuruş 21-yildan 23-yilgacha 3 kun elib berilgan bo'lib, yig'inga Bulgariya, Qrim, Makedoniya, Ruminiya, Iroq, Turkiya vakillari va Uyg'urlardan bo'lib 70 ta kishi qatnashdi. Bu yig'inga Uyg'urlarga vakolatan Yevroasiyo Turk tashkilotlari birligi raisi Ismoil Chingiz qatnashdi va Xitoyning Sharq Turkistonda axborot erkinligiga qattiq cheklama qo'yayotganligi haqida doklad berdi. Yalova shahar boshlig'i Vafa Salman Efendi echilish nutqida Türk dunyosidagi axborot erkinligi masalasi to'g'risida to'xtalib, men bir shahar boshlig'i bo'lib sifatim bilan 9-navbatlik jurnalistlar uchrashishini shahrimizda o'tkazganligim uchun o'zimni xushal his qilmoqdaman. Bu munosabat bilan 24-iyul jurnalistlar kunini tabriklayman.
Texnologiyaning bunchalar taraqqiy qilishiga qaramay axborot erkinligining yo'qligi bizning ko'nglimizni yerim qilmoqda. İnsanlarning xabar olish erkinligi, erkin o'ylash, erkin yozish, fikr qilish erkinligiga ega bo'lishi jurnalistlar uchun intayin muhim. Chunki Turk dunyosida demokratiyani barpo qilish uchun matbuot erkinligi shart. Turk dunyosida axborot erkinligini barpo qilish uchun tirishchilik ko'rsatishimiz kerak dedi. Yalova jurnalistlar uchrashuvida ma'qullangan 10 moddalik qarorning 3 moddasida Uyg'ur masalasi tilga olingan. Xitobnomaning 5da bunlar yozilgan. 9-cı navbatlik Turk dunyosi jurnalistlar uchrashuvi 7-ayning 21-kundan 23-kunigacha Turkiyaning Yalova shahrida o'tkazildi. Yig'inda Sharqiy Turkiston, Qrim, Suriya, Iroq, Qorabog', Kavkaziya va O'rta Osiyodagi turkiy millatlarning masalalari to'g'risida muzokara olib berilib, muzokara natijasida Yalova xitobnomasi nomida tuvandagi qaror ma'qullandi. Ma'qullangan qarorlarda Uyg'ur masalasi tilga olingan bo'lib, qarorning 3-moddasida Turk dunyosiga axborot cheklimlarining amaldan qoldirilishi talab qilingan. 4-moddasida Xitoy ichidagi Uyg'ur avtonom rayonidagi, Rossiya ichidagi, Iroq va Suriyadagi turkiy millatlar duchor bo'layotgan inson haq va huquqlar dafsandichilikni dunyo jamoatchiligiga to'g'ri anglatish uchun jurnalistlarning mas'uliyatini ado qilishi kerakligi ta'kidlangan. Yig'inda ma'qullangan qarorning 8-moddasida Xitoy turmusi yetayotgan Ilon To'xti boshchiligidagi yozuvchi, shoir va jurnalistlarning darhol qo'yib bo'lishi talab qilingan. O'rkash davlat Tayvan parlament sayloviga qatnashganligini bildirdi. 1989-yildagi Tiananmen o'quvchilar harakatining rahbari O'rkash davlat juma kuni Tayvan parlament sayloviga qatnashishning rasmiy qadamini bosdi. O'rkash davlat 1989-yildagi o'quvchilar harakatiga rahbarlik qilgan va o'quvchilar vakillari bilan birlikda ayni vaqtdagi Xitoy bosh ministri Li Peng bilan suhbatlashgan hamda o'zining qattiq pozitsiyasini bildirgan. Bu harakat qonliq bostirilgandan keyin u chet ellarda sargardon bo'lib yurib, 1996-yilda Tayvanda o'ltiroqlashgan. U Tayjong shahrining mustaqil nomzodi bo'lib saylovga qatnashdi ekan. O'rkash davlat Tayvanning ikki qirg'oq munosabati cho'qim Tayvanni asos qilgan holda bo'lishi kerakligini ta'kidlagan. Erdo'g'anning Xitoy ziyorati uchun muhim taklif o'tirib qo'yildi. IHH insonparvarlik yordam fondi jamiyatining boshlig'i Buland Yildirim Turkiya prezidenti Erdo'g'anning Xitoy ziyorati uchun muhim takliflarni berdi. IHH insonparvarlik yordam fondi jamiyatining boshlig'i Buland Yildirim Cumhur Reis Erdo'g'anning bu oy oxiridagi Xitoy ziyorati haqida bu ziyoratga aloqador takliflarimiz bor. Avtonom rayonlarga berilgan huquqlar nihoyat aniq. Turkiyaning Sharqiy Turkistonga bu huquqlarning birlashiga kafolatlik qilish majburiyati bor dedi. 8-iyul Sharqiy Turkistonda bo'layotgan zulmlarga aloqador doklad e'lon qilgan IHH boshlig'i Buland Yildirim Sharqiy Turkiston masalasining Amerika va Xitoy orasidagi kurashning vositasi bo'lmasi kerakligini ta'kidladi. Buland Yildirim Turkiyaning butun islom dunyosi rahbarlarini to'plab bir yig'in etish kerakligini bildirib, biz bu ziyoratga ko'ngil bo'lamiz. Bu ziyorat haqida bir qator takliflarimiz bor. Faqat shu taklifimiz kifoya. Cumhur raisimiz 2 kun vaqtdan chiqarib Sharqiy Turkistonning barliq rayonlarini ziyorat qilib chiqish kerak. Turkiya cho'qim Sharqiy Turkistonda bir konsulxona ochish kerak. Ommaviy tashkilotlarni u yerga berish lozim dedi. Turkiya prezidenti Erdo'g'an 28-yildan 30-yilgacha Xitoyda davlat ishlari ziyoratida bo'ldi. Acilen Türkiye'nin Doğu Türkistan konusunda Türkiye'de bütün İslam dünyası liderlerini toplayarak bir konferans gerçekleştirmesi gerekiyor. Türkiye öncelikle Doğu Türkistan meselesini bütün İslam dünyasına anlatması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Reisi Erdoğan Xitoy ve Endoneziyada ziyoratda bo'ldi. Türkiye Prezidenti Erdoğan Xitoy Reisi Xi Jinping'ning taklifiga binoan 28-iyuldan 30-iyulgacha Xitoyda, 30-iyuldan 1-avgustgacha Endoneziyada ziyoratda bo'ldi. Turkiya Prezidenti Erdo'g'an Xitoy raisi Xi Jinpingning taklifiga binoan 28-yildan 30-yilgacha Xitoyda ziyoratda bo'ldi. Bu qadimgi ziyoratda Turkiya Tashqi ishlar ministri, iqtisod ministri, sanoat ministri, sahiyya ministri, energiya ministri va 100dan ortiq savdo korxonachilar Erdo'g'anga hamroh bo'lib bordi. 30-yildan 1-avgustgacha Endoneziyada ziyoratda bo'ldi. Erdo'g'an Xitoyning xalq qahramonlari xotira munorini ziyorat qildi. Xitoy raisi Xi Jinpingning taklifiga binoan Xitoyga ziyoratga borgan Turkiya prezidenti Erdo'g'an Xitoyga bo'lgan davlat ishlari ziyoratini Xitoyning xalq qahramonlari xotira munorini ziyorat qilish bilan boshladi. Erdo'g'an boshchiligidagi heyetga Xitoyning muavin diplomatiya ministri Zhang Ming va boshqa munosabatli kattabashlar hamroh bo'ldi. Turk va Xitoy davlati marshi qo'yilgandan keyin Erdo'g'an xotira munoriga gulchambarak qo'ydi. Turkiya Tashqi ishlar ministri Mevlut Çavuşoğlu, iqtisod ministri Nihat Zeybekçi, energiya va tabiiy boyliqlar ministri Taner Yildiz, dengizchilik va xabarlashish ministri Feridun Bilgin va sahiyya ministri Mahmud Muazzinoğlu birlikda qatnashdi.
Türkiye Prezidenti Erdoğan bu qatimqi ziyoratida Xitoy taraf bilan iqtisodiy savdo kelishimi, boshqarilgan bomba qalqon sistemi, Uyg'urlar va terrorlikqa qarshi turish qatorliq 4 temada suhbat olib borgan. Erdoğan bu qatimqi ziyoratida Xitoy raisi Xi Jinping bilan ko'rishgandan boshqa yana Xitoy bosh ministri Li Keqiang va Xitoy mamlakatlar xalq qurultiyining boshlig'i Zhang Dejang bilan ko'rishgan. Türkiye Cumhur Reis bayonotchisi İbrahim Kalın Beijingda muxbirlarga bergan bayonotida bu qatimqi ziyoratga aloqador 4 cho'ng tema haqida to'xtalib o'tdi. Oldi bilan iqtisod va savdo temasiga to'xtalgan Kalın, iqtisodiy temada temir yo'l qurilishi, energiya qatorliq nurg'un turlarning borligini bildirdi. U ikki davlat rahbarlarining 100 milliard Amerika dollarlik savdo nishoni bekitganligini va 20 davlat guruhi kun tartibida suhbat olib borganligini bildirdi. Ikkinchi temaning boshqarilgan bomba sistemasi bo'lganligini bildirgan Kalın, bu vaqtdagi muzokaralarning davlat mudofaa doiralari tomonidan davomlashtirilganligini aytdi. Türkiye Xitoydan sotilmoqchi bo'lgan 3 milliard 400 million Amerika dollarlik boshqarilgan bombaga qarshi turish sistemasi bu qadimgi ziyoratning asosli kun tartiblaridan biri bo'lgan bo'lsa-mu, aniq bir kelishim tuzilmagan. Ammo bu to'g'rida suhbatni davom qilishga har ikki taraf qo'shilgan. Kalın Sharq Turkiston masalasi haqida to'xtalganda Uyg'urlarga aloqador suhbat olib borilganligini, suhbat mazmunida Turkiyaga kelgan Uyg'urlar va shu yerda yashayotgan Uyg'urlarning borligini ilgari surdi. Erdo'g'anning Uyg'urlar to'g'risida Turkiyada qilgan so'zini bu yerda takrorlaganligini, Erdoğan'dan musulmonlarning vakillari bilan ko'rishganligini bildirdi. U yana Sharq Turkiston Islom harakati deb atalgan bir terrorlik tashkilotining borligini tilg'ilib o'tdi. İbrahim Kalın Xitoy davlatlarining PKK va boshqa terrorlik tashkilotlarga qarshi kurashda Turkiyaning yangi ekanligini bildirganligini aytdi. Erdoğan atalmış Xitoy Islom din jamiyatining vakillari bilan ko'rishdi. Türkiye gazetining xabar qilishicha, Xitoyda ziyorati bo'layotgan Erdo'g'an Xitoy Islom dini jamiyatining vakillari bilan ko'rishgan. İlginççe bu uçuruşuş Erdoğan Xitoy ziyoratida tushgan mehmonxonada axborot vositalariga yepib holatda ilib berilgan. Uçuruşuş taxminan 40 minutlik davomlashgan. Uçuruşga munosabli qisqa signalga ko'rinishi va rasmlar berilgan bo'lib, bu uçuruşda asosiy tunganlar qatnashgan. Xitoy Islom din jamiyatining muavin raisi Adil Hojikram qatorliq bir necha Uyg'urning borligini ko'rganligi bo'ldi. Xitoy Islom dini jamiyatining vakillari bilan uchrashgan Erdo'g'an bu to'g'rida muxbirlarning savollariga javob berib mundoq dedi. Bizga so'zlab bergan sansiplar haqiqatan bizni umidlantirdi. Bu yerda 35 ming jami, 40 ming nafar diniy vazifa o'taydigan kishilarning borligini bildik. Bu xushal qildigan bir ish. Ular hozir bizning diniy ishlar idoramiz bilan yaqin aloqa qilib kelyapti. Men bularning bergan ma'lumotlarni xush xabar deb qarayman. Ularga o'z ishinglardagi birlik barobarlikni o'xshash shaklda davlatning ichidagi birlik barobarlikni umumlashtirish nihoyat yaxshi bo'ldi dedik. Erdo'g'an so'zida endi mundoq dedi. Yuksalayotgan va kuchayotgan Xitoyning ichida musulmonlarning o'rni to'g'ri shaklda tengqurlik bilan davom qilishni orzu qilamiz. Xitoyning atalmış İslam dini jamiyati amaliyotda Xitoyning o'z davlatidagi musulmonlarni va islom dunyosini aldash uchun qurgan organi bo'lib, bu vakillar Xitoydagi musulmonlarga vakillik qila olmaydi. Uyg'urlarga texnik vakillik qila olmaydi. Bular bir tarafdan musulmonlarning Xitoy davlatining batil qonunlariga bo'ysunib, diniy bostirishlarga rozi bo'lib yashashga targ'ib qilsa, yana bir tarafdan Xitoyning musulmonlarga diniy erkinlik berayotganligini, musulmonlarning tinch xotirjam yashayotganligidek saxta kayfiyatni yaratib islom dunyosining ko'zini bo'yaydi. Erdoğan 3 yil burun bosh ministr vaqtida elib borgan ziyoratida Urumchiga berib Uyg'urlarga zo'r umid bag'ishlagan edi. Uning bu qatim musulmonlarning ahvolini birimlab ko'rsatadigan atalmış islom dini jamiyati nomidagi vakillar bilan uchrashishi chet ellarda faoliyat elib berayotgan Uyg'urlarni afsuslantirdi. Turkiya tashqi ishlar ministri Mavlut Chavusho'g'lu bu qatimki ko'rishda bilib bo'lgan. Xitoyni ziyorat qilayotgan Erdo'g'an Xitoy Turkiyaning 3-cho'ng sheriki dedi. Xitoyda ziyarati bo'layotgan Turkiya prezidenti Erdo'g'an Xitoy raisi Xi Jinping bilan birlikda Turkiya-Xitoy savdo munbiriga qatnashdi. Munbarda so'z qilgan Erdo'g'an Xitoy, Germaniya va Rossiyadan qolsa 3-cho'ng savdo sherikimiz dedi. Türkiye Xitoy savdo munbirida so'z qilgan Erdo'g'an Xitoy, Germaniya va Rossiyadan qolsa 3-cho'ng savdo sherikimiz dedi. Erdo'g'an Turkiya Xitoy orasidagi tashqi savdo tengpungsizlik qizil raqamning 2002 yildagi 1 milliard 240 million dollardan 22 milliard Amerika dollariga yetganligini, buni tengpunglashtirish uchun kuch chiqarish kerakligini aytdi. Statistik ma'lumotlarga qaraganda 2014-yili Turkiya Xitoydan 24 milliard Amerika dollarlik mahsulot import qilgan. Ammo Xitoy Turkiyadan aron 2 milliard 400 million Amerika dollarlik mahsulot import qilgan. Xitoyning Turkiyaga salgan mablag'larning ikki davlat orasidagi tashqi savdo tengpungsizlik qizil raqamini yo'qotishda muhim rol o'ynaydiganligini bildirgan Erdo'g'an, biz rivojlantiradigan har turli tadbirlarni olishga tayyormiz dedi. Erdo'g'anning tashqi perovod bosimidan qutulish uchun turk lirasi va Xitoy xalq puli bilan import va eksport olib berish lozimligini bildirdi. Diniy olim Kerem Qarining 11 nafar tuqqani tutqun qilingan.
İstanbulda yaşayotgan ve Sharqiy Turkiston Ma'arif hamkorlik jamiyatining idora heyet rahbarlaridan Abdulkarim Ziyab Kucharning 11 nafar tutqunning Xitoy saqchi doiralari tomonidan tutqun qilinib, ba'zilari sababsizla 5 yillik qamoq jazosiga hukm qilinganligi bildirildi. Kerem Qan'ın bildirishicha, uning aksi Himit Ziyab ve singlisi Nursam shundoqla uning hamisi Xalchi ve hamisining o'g'illari bo'lib 11 nafar Uyg'ur buningdan 6 oy ilgari Aqsu viloyatining Kuchar noyasida saqchilar tomonidan hech qanday sababsiz tutqun qilingan ve aksi bilan singlisi 5 yillikdan qamoq jazosiga hukm qilingan. Kerem Qan'ın bildirishicha, uning aksi 5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan bo'lib, u namoz o'qish ve chet eldagi Kerem Qan bilan telefonda aloqa qilganlik bilan ayblangan. Kerem Qan'ın singlisi islomiy uzun kiyim kiyganligi ve islomiy kiyimlarni selib o'tishni rad qilganligi uchun tutqun qilingan ve 5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Kerem Qan tuqqanlarning ahvoli to'g'risida aniq ma'lumotga ega bo'lmagan. Hozir qayerda, qaysi turmada tutib turilayotganligini bilmaydi ekan. Biz bu vaqtda to'liq ma'lumotga ega bo'lish uchun Kerem Qan bilan suhbat olib bordik. Dinni de, yani bir adamning o'zi ya bir ayolning o'zi diniy faoliyatni qilaman deb turumi kirkit bo'lgan, turimi yetayotgan necha ming adam bor endi. Shuning ichida mening bir akam bor, mendan cho'ng. Bu adam hech qanday bir siyosiy u manbalardan tortib zodi u adam hech qanday bir ish bilan kor yo'q bu odamning. Faqat shu tijorat qilaman, balvoqimni boqaman deb ketadigan bir adam. Bu adamni 5-6 oyda yoqi bu turmida. Bu neymiş qipti? Üç chetdanliklarni o'yinchilar ko'rishibdi yoki unda qipti, bizning digimiz unmabdi deb solaveribdi. Hech qanday bu Xitoyga yo'qolsin yoki bunda qipti deb unda bir adamni qilmaydi. Mendan cho'ng bu 50 dan oshgan bir adam 60 yoshga yaqinlashib qolgan oqsoqol bir adam. Bu adam turmida yotadi. Birisi ganada ekan, meniki bir singlim bor, mendan kichik. Bu bir ayol. Bu ayol hozir qadar unima turmada. Bunu 5 yıldan, çıkılırsa 5 yıldan kesipti deydi o. Mana biz ko'rishamiqli tuqqani bilan bir qancha oy bo'ldi endi. Biz buni ko'rishamidik. Mening cho'ng akam bor Diyxon, o yezida o telefon u chiqmaydi. Qolgan tuqqani ko'rishmaydi. Mendan undan boshqa men bilan navra 10 necha adam turmada. 10 necha adam. 10 necha adam turmada, apamniki bir singlisi var, 5 tane o'g'li var bu turmada. Yeni bir oğlu var, 2 tane oğlu turmada ben bildiğim kadar. Bir kızınınki iri hem oğlu umu turmada. Yeni bir singlisi var, umu turmada. Yani bu yerde biz anlavatkanı bu. Ondan başka tonuş bilişlerinki balvakaları. Ve şunun da kolum hoşla. Hazır beni anlavattığımız muşunda ahvalda o turmada. Bu vakirip gitip bu nem kıptı, aş kıptı. Mesela neymiş kıptı? Yağlıkını ağacı giptiken. Ya uzun koynak giyip diken, ya rozu tutup diken, ya bizi muşnudun ibaret. Endi dünyaya muşnudun başka, yani muşundak ahvaldan başka mene neymi lazım, kanda bir hüccet pakit lazım. Bunu işlenmek tez. İlla ki Xitayning ağzı den, şu SST verilinki ağzı kanal den, Xitayning kanalından çıksa o resmi haber olup, vay bu doğru iken deydiğin iş mi? Fakat aşılından, ya ki dünya miqyosidagi mesela istihbara axborot vositalarining og'zi chiqsa bo'ladi bu rasm yolg'onmi deb. Buni da bu bo'g'a ahvolniki hozir sirtqi chiqayotganligi mingdan 1 desakmi bo'ladi endi yoki 100dan 1%. Qolganlari Indoneziya yana bir Uyg'urni 6 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Indoneziyadagi bir sud mahkamasi yana bir erni 6 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan. Fransiya axborot agentligining 29 iyul xabar qilishicha, Indoneziyaning poytaxti Jakartadagi bir sud mahkamasi shu kuni 28 yoshli Ahmed ismli Uyg'urga sud ochgan. Bosh sudchining aytishicha, Ahmed Indoneziyadagi bir radikal tashkilotga qatnashmoqchi bo'lgan hamda saxta turk pasporti ishlatib chegaradan kirib ko'chmanlar qonuniga xiloflik qilgan. Sudchining 7400 Amerika dollari jarimani qo'ygan. Bo'lmasa jazo muddati 6 oy uzartirildi ekan. Ahmed boshqa 3 nafar Uyg'ur bilan o'tgan yil 9-oyda Indoneziyaning markaziy Sulawesi o'lkasida qo'lga olingan. Boshqa 3 Uyg'ur bu oyning boshida 6 yillikdan qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Yaqinqi yillardan buyon nurg'unlagan Uyg'urlarning o'z vatanlarini tark etib chet ellarga sargardon bo'lib chiqib ketishi xalqarodagi kuzatuvchilarning diqqatini tortmoqda. Analizchilar Xitoy Uyg'urlarni terrorlik tashkilotiga chetishlik deb davron solayotgan bo'lsa-mu, lekin yetarli isbot bilan ta'minlanmadi deb ko'rsatdi. Yakan qirg'inchilikning 1 yillik munosabati bilan Anqarada namoyish olib berildi. Qatil Xitoy davlati 2014-yil iyulda musulmon Uyg'urlarning roza tutishini cheklagandan keyin kelib chiqqan norozilik ko'rsatish harakatida minglarcha Uyg'ur qarindoshimiz Xitoylar tomonidan qirg'in qilingan edi.
Sharqi Turkiston Madaniyat va hamkorlik jamiyati Anqaradagi Sharqi Turkiston xolisona Uyg'ur do'stlari bilan birlikda Anqaradagi Xitoy konsulxonasida namoyish olib bordi. Namoyish tinch olib berildi. Mazkur jamiyat o'zining yarkan ilishqini unutmaganligini, Xitoyga unuttirmaganligini va unuttirmaydiganligini, bundan keyin bu xil faoliyatlarning har qaysi sohalarda davomlashganligini bildirdi. Xitoyning Somaliyadagi elchixonasi portlatish hujumiga uchradi. Xitoyning Somaliyadagi elchixonasi turishliq mehmonxona hujumga uchrab, bir Xitoy o'lib, 3 Xitoy yaralangan. Somaliyadagi Yoshlar partiyasi Al-Shabaab 7-26 kuni Somali poytaxti Mogadishodagi yarim orol mehmonxonasiga hujum qilgan. Hujumda 13 odam o'lib, 40 dan ko'p odam yaralangan bo'lib, Xitoy elchixonasining bir qurolli xodimi o'lib, 3 yaralangan. Igilnicha hujum qilguvchi portlatqich modda qochlangan bir yuk mashinasini haydab mehmonxonaga bosib kirgan. Naq maydondan tortilgan rasm va sinalg'i ko'rinishlarda ko'rsatishicha, mehmonxonaning bir tarafi butunlay portlab buzilib ketgan. Qurolli tashkilot bo'lgan Yoshlar partiyasi to'rbetida bayonot e'lon qilib, bu voqeaga mas'ul bo'lganligini bildirgan. Bayonotda hujum qilish maqsadining Afrika ittifoqining Somalida turishliq alohidayeti va Somali hukumatining bu yerda mazkur tashkilotga olib borgan harakatining o'chilish ekanligi bildirilgan. Somali hukumat amaldorlari va chet el elchilari bu mehmonxonaga doim kelgan bo'lib, bu mehmonxonada Qatar, Arab Birlashma Xalqligi va Xitoyning elchixonalari bor ekan. Xitoy tarafining dushanba kuni dalilishicha, Xitoy elchixonasidan bir odam o'lib, 3 odam yaralangan. Xitoy bu voqeani ayblaydiganligini bildirdi. Bu voqea yuz berganda Amerika prezidenti Obama Somaliga qo'shni bo'lgan Keniya va Efiopiyada ziyorati bo'layotgan bo'lib, bu ikki davlat Afrika ittifoqining ba'zi tashkiloti qaramog'idagi tashkilotlarga zarba berishni qo'llaydigan asosiy davlatlar bo'lib hisoblandi. Voqeadan keyin Oqsaroy bayonot e'lon qilib bu hujumni aybladi. Filippin armiyasi Xitoyga norozilik bildirdi. Filippin armiyasi Xitoydan Janubiy Xitoy dengizida elib borgan manevr haqidagi ma'lumotlarning ochiq bo'lishini saqlayotganligini bildirdi. Filippin qurolli qismlarining bayonotchisi Padilla bir bayonotda iglik huquqliq bir davlat bo'lgan Xitoyning xavfsizlik manbaiga aloqador manevr elib berish huquqining borligini bildirdi. Lekin manevrning Janubiy Xitoy dengizining qayerda elib berilganligi haqida ma'lumot berilmaganligini bildirgan Padilla, Xitoyning faoliyatlarida ochiq bo'lishi kerakligini aytdi. Xitoyning rasmiy medialarda berilgan xabarlarda manevrning aniq o'rni berilmadi, lekin seshanba kuni elib berilganligi bildirildi. Xitoyning dengiz armiya qo'mondonlik shtabining manbalarida manevrga 100 dan ortiq urush paraxotining va ko'p sonli aeroplanning qatnashganligi bildirildi. Xitoy Janubiy Xitoy dengizining ko'p qism rayonlariga egalik huquq talab qiladi. Sharqiy Janubiy Osiyo ellari ittifoqi a'zolari bo'lsa, Xitoyning zamin talabini kuchaytirish va harbiy ishlarga ishiltish uchun sun'iy orol yasayotganligi bilan ayblaydi. Yaponiya Xitoy charlash paraxotlari tirkishib qoldi. Yaponiya Kyoto xabar agentligining Yaponiya dengiz qirg'oqi bexatarligi nazoratidan naql qilishicha, 7-oyning 29-kuni tushdan burun Xitoyning 2 dengiz charlash paraxoti Yaponiya egalik huquq talashda qolgan Senkaku orlig'iga yaqinlashganda Yaponiya charlash paraxotlarining to'silishiga uchragan. Yaponiya Kyoto xabar agentligining Yaponiya dengiz qirg'oqi bexatarligi nazoratidan naql qilishicha, 7-oyning 29-kuni tushdan burun Xitoyning 2 dengiz charlash paraxoti Xitoy Yaponiya orasida egalik huquq talash tartishi bo'layotgan Senkaku orlig'iga yaqinlashganda Yaponiya charlash paraxotlarining to'silishiga uchragan. Yaponiya charlash paraxoti Xitoy paraxotlaridan bu rayondan ayrilishini talab qilgan. Xitoy paraxotlari aynan shaklda qarashliq bildirgan. 2 soatdan keyin Xitoy charlag'uvchi paraxotlari bu rayondan ayrilgan. Sharqiy Xitoy dengiziga joylashgan Xitoyda Diaoyu Yaponiyada Senkaku deb ataladigan odam yashamaydigan ixtilofli orollar sababli Beijing bilan Tokio orasida egalik huquq talash tartishi mavjud bo'lib kelmoqda. Tayvanmi bu orollarga egalik huquq talab qildi. İki davlat o'rtasidagi suruklash 2012-yili Yaponiya bu orollardan ba'zilarini davlat tabaligiga qo'shilish qarori chiqargandan keyin texnik keskinlashdi. İki davlat o'rtasidagi suruklash 2012-yili Yaponiya bu orollardan ba'zilarini davlat tabaligiga qo'shilish qarori chiqargandan keyin texnik keskinlashdi. Hörmətli televizor görgüçülər, bu haftalik İstiqlal televiziya programımız bu yerdə axırlaşdı. Keyinki programımızda görüşkücə aman bolğaysızlar. Assalamu alaykum və rahmetullahi və barakatuhu.